Bugungi videomizda parovoy dazmolimiz. Parovoy dazmolimizni qisqacha funksiyalariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, doskasini vertikal va gorizontal holatda ishlatsangiz ham bo'ladi. Bachok sig'imiga to'xtaladigan bo'lsak, 209 litr bo'ladi. 1 soat 10 minutga tinimsiz holatda ishlatganingizda yetadi. O'zini dazmoliga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, pari 505 bar. Bu degani qishki kiyim, yozgi kiyim, hamma kiyimlarni dazmol qilsa bo'ladi. Parovoy dazmolimizni qisqacha ishlatib ko'rsatib o'tib ketamiz. Bunga yordam beradigan bizga qo'lqopimiz bor. Qo'lqopni kiyish kerak. Nimaga desa, par gradusi 90 gradusdan yuqori darajada bo'ladi. Sifatini ko'rishingiz mumkin buni. Hech qanaqangi hajm joyi yo'q. Buni endi ayollarimiz biladi. Biz endi erkak kishi qo'ldan kelgancha ishlatib ko'rsatib beramiz. Agar parovoy dazmolimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz. Shu raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatimizga dastavka bor.